Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari. RS ligamizning ikkinchi turida Otabek joyini ayting. Rast jamoasi nihoyat, nihoyat desa bo'lmaydi. Rast jamoasi JavaScript jamoasi bilan maydonga tushgan. Demak, JavaScript jamoasi oq kiyimda. JavaScript jamoasi oq kiyimda, Rast jamoasi esa qora kiyimda maydonga tushgan. Demak, takliflarni nasib etamiz. JavaScript jamoasi demak, Farruxbek, Timur, Eliboy, Ibrohimjon, Husanboy, Shahbozbek va Davronov Azizbek. Rast jamoasi esa Iskambarov Asrorbek, Xurramshoh, Shohruxbek, kichik Mlachi deymiz. Rahmatulloh Akbar darvozada, Uskanov Jahongir, Ahmedov Azam, Tangriberdiyev Og'abek. Shu bosh akami. Zufar. Ha? Dastlab tegmaydi. Dastlabki zarbani. Demak, Rast jamoasi berdi. Lekin noaniq Asror zarbasi. Xo'p, o'yinni jamoalar ehtiyotkorlik bilan boshlashdi. Jahongir, Asror, Jahongir. Yo'q, Shohruxbek yetib kelgan yo'q. Shohruxbek, Timur o'tgan o'rtalik o'yinida hujumda juda samarali o'yin ko'rsatib, birinchi gol urdi. Ha. Shohruxbek bilan qattiq o'ynashyapti. Sug'urib oladigan darajada o'ynayapti. O'yinni jamoalar o'z-o'z integral boshlashyapti. Akbar Top, Temur to'pni to'xtata olmadi. Eliboy. Top hammasi o'tib ketdi, qarang. O'tmagan o'yin chiqolmadi. Ko'rganingizdek, o'yin ehtiyotkorona boshlandi. Ortiqcha surprizlarsiz, oldinga o'tish yo'q. Kechirasiz. Men haldan beri o'zim gapirayotgan ekanman. Otabekka qayerga ketdi bilmadik shu paytda. Menimcha klubdan sezonning ta'siri. Asror Farruxbek to'pni jarmani yoniga. Timur. Yaxshi. Ajoyib zarba Timurdan. Lekin darvozabon Akbar Jalik xavf tug'dirmadi. Eliboy havodagi to'plar vaziyatlar bo'yicha uncha o'yinchiga dars beradi. Xurramshoh Azizbek zarba bersa bo'ladi. Oxirgi o'yinlardagi vaziyatlarni ko'rganda Asror o'z performansini yo'qotgandek tuyulayotgandi, lekin oxirgi o'yinlarni, keyingi o'yinlar, bugungi o'yinni ko'rganingizda bo'lsangiz, jamoa nihoyat o'ziga kelgan va vaziyatlar yaratmoqda. Asror, Shohruxbek, Asror yo'q, to'p maydondan tashqariga chiqib ketdi. Ibrohimjon to'pni maydondan tashqariga yubordi. Endi ikki zarba to'pni kiritib berdi outdan. Xurramshoh, Timur, Farruxbek juda yaxshi. Unga Jahonga qarshi ajoyib zarba. To'p esa nariga maydonga o'tib ketdi. Bu qolib. Juda ajoyib zarba bilan qaytib o'tdi to'p. Shunday qilib, darvozaga dastlabki ikkita zarbani ham ko'rdi. Ikkalasi ham hozir noaniq, ya'ni ustuvor varot yo'q. Darvoza tomon ana zarbalar yo'q. Ibrohimjon, Farruxbek, Husanboy ochiq. Timur zarba bersa bo'ladi. Juda ajoyib vaziyat Azamjon, Xurramshoh, Jahongir, Shohruxbek juda ajoyib. Asrorga to'p ajoyib chiqib qoldi. Zarba bersa bo'ladi. Yo'q. Darvozabonning ismi nima edi? Esidan chiqib qoldi. Og'abek. Shahbozbek. Shahbozbekning darvozadagi skillari juda yaxshi. Jahongir. Ajoyib. Meni qapishtirishdi. Yaxshi, tezga qarab turmasa yaxshi ekardi. O'yindan chetlatishmoqchi bo'ldi meni. Farruxbek, Timur. Biroz zarbaga aniqlik yetishmadi.
O'tgan turda ajoyib zarba. Juda zo'r. Nihoyat darvoza tomon aniq zarba berildi. Svarvarot. Bu JavaScript jamoasi tomonidan. O'tgan turda JavaScript jamoasi bilasiz, juda bir yirik hisobda mag'lubiyat qabul qilib oldi va jamoa bu turda Timurni hujumga chiqarganini tushunsa bo'ladi. Chunki Timur hujumda ko'proq samara harakat qiladi. Eliboy juda yaxshi. Menimcha darvozaga Azizbek juda ajoyib zarba va Shohboz mushlab oldi. Eliboy. San. Timur. Yo'q. Timur to'pni ko'ngillarida jamoani kezib bera olmadi, lekin jamoani o'yin ranglashib borganini ko'rish mumkin. O'tgan o'yindan ko'ra ancha jamoa yuguryapti, harakat qilyapti. Juda yaxshi. 0-0. To'p bera olaymi? Yo'q. Ma, Akbar. Gol! Timur aqldan ozdi. Sarqosa gol nishon o'zining hisobiga yozib olardi. Yozish usta-yu. Ajoyib. Orbek, Jahon to'pni olib qo'ydi. Ibrohimjon. Uning zarbasi uning to'g'riga uzatgan pasi noaniq edi. Akbar to'pni o'yinga kiritib beradi. Akbarning umuman jismoniy holati juda yaxshi deb baholash mumkin, juda yaxshi. Surxondaryo o'g'loni. Juda yaxshi Jahongir. Juda yaxshi. Tep borgan Og'abek-da. O'sha formadagi yigit Og'abek-a? Og'abek. Shohboz jamoaga ketishib ketganini aytib o'tish kerak. Juda yaxshi Timur. Shohbek. Ibrohimjon umuman markazi juda yaxshi. Ruka. Shunday qilib o'yin yana asosan markazga ko'chdi, markazga kurashlarga ko'chdi. Chunki har Timurning oyoq uzunligi juda foyda. Jahongir, juda yaxshi Jahongir. Sizga Asrar. Timur zaviyasi bo'ladi. Juda havliyat. Bemalol to'xtatib olib zarba bersa bo'lardi. Lekin juda ham noaniq ketdi zarba. Akbar to'pni jarima maydoniga endi erkin zamonga kiritib beradi. Berdi. Eliboy juda qattiq himoyada. Jahongir o'yinga kiritadi. Shunday qilib o'yin bu nuqtada davom etmoqda. Otabek ham mana nihoyat qaydandir keldi. Balki tushuntirib berarsiz. Yo'q, tushuntira olmagan joy dedim. Davom tushuntirmay joylar. Demak, Timur hujumda. Timur ajoyib. Timurda bugun yangi xiralarni kashf qilyapmiz. Albatta. O'tgan o'yinda uni hujumga qo'yishgandan keyin juda ko'p vaziyatlar qo'ygan. Albatta bu o'rtoqlik o'yinida bo'lgan. Bu o'rtoqlik o'yini bo'lgani uchun demak, o'rtoqlik o'yinda o'zini mana shu skillarni ochganligi uchun. Albatta. Skillar demoqchiman, o'sha ko'rmayapmiz. Albatta. Xo'sh. Xurramshohmi? Yo'q, kim edi? Shohruh Qodirov, mladshi. Albatta. Nihoyat bu tomonga ham to'p bordi, chunki anchadan beri to'p o'ng tomonga qarab kelayotgan edi. To'p qilgani yo'q. O'yindagi yagona aniq zarbani ham Timur berdi darvozaga. Akbar vaziyatni nazorat qilib qoldi. Eliboy yo'q, hozir maqtayotgan edim. Ibrohimjon oldiga borish kerak, sal dadalash kerak. Juda yaxshi.
Lekin unda biroz haqiqat juda Husan menimcha e'tiroz bildirish noo'rin. Orqaga qadam bosish menimcha juda noto'g'ri narsa emas edi. Chunki Shunchalik oldiga keldi ham. albatta top nisbatan undan bir yarim kilometr masofadan o'tib ketgan faktik qaraganda. Messi orqaga qaytib olgan bo'lardi. Albatta. U o'zidan bir yulduz yasash menimcha noo'rin deb hisoblayman. Ikkita gol urib. Xo'sh, Eliboy. Menimcha Eliboy himoyani o'zim ishlayman, sizlar faqat oldiga urib o'tib gol urishlar bo'ldi degan bo'lsa kerak. Juda yaxshi. Yaxshi pas o'ynashyapti. Hozir mana Xo'sh, va hisob ochiladimi? Yo'q. Qanday qaytardi? so'nggi daqiqalarda Og'abek. Akbar qaytardi shekilli, ha? Yo'q, Farobekni goliga tushib Og'abek qaytardi. Uni Farog chiqib ulgurmagandi. To'g'ri. Endi biz boymiz, bizda 4 ta koptogimiz bor. Albatta. Bosh bilan ajoyib zarba. Xuddi bir Dragon Chelang o'sab zarba berdi. Uni qarib qolgan, lekin yaxshi zarba. Bu ancha yosh emas. Ajoyib zarba bergan edi. Eliboy. Havodagi vaziyatlar uchun istalgan vaziyatcha. Husan o'zi noto'g'ri pozitsiyaga ochilyapti. Shuni hisobiga to'pni o'ziga bo'ysundira olmayapti shuni hisobiga. Husan o'zi Markaziy bankda ishlab semir ketibdi, sezyapsizmi? Albatta. O'tgan shaxta aytganda Husan oldin orqa chiqib turadi, hozir oldidan chiqib turibdi. Ajoyib tarzda berilgan zarba. Deyman dedim, bu zarbani Farobga bergan ekan. Tiylamiz deydi. Zargarona. Ajoyib zargarona. Bu meni past uzatdi deb hisoblaymiz. Ko'p umidlarimiz bor. O'yin tashqarisiga chiqib ketmoqda. Xo'sh, yon chiziqdan to'pni ko'tib beradimi? Yana o'yin birinchi o'yinga ko'ra zerikarli bo'lish boshladi. Husan, Ibrohim, xo'sh. Ibrohim juda ajoyib. Ibrohim o'tgan o'yinda juda, yana o'rta o'yin deb, o'rtalik o'yinda juda chiroyli gol muvaffaqiyatga aylangan edi. Eliboy yeb qo'ydi, prosta yeb qo'ydi. Ha, Eliboyga gap bo'lishi mumkin emas. Xurramshohnimi? Shohboz. Temurga. Yo'q, Temur sakrab ko'rish kerak bu vaziyatda. Bugun Shohruh Mlatshini hattoki qo'llab-quvvatlashi qizi ham kelgan. Maydonga tashrif buyurgan. Mana. Bosh bilan. Xo'sh, ichkariga. Yo'q, Husan yetib kela olmadi yana to'pga. Menimcha Husanni yoki yarim himoyaga yoki bo'lmasa himoyaga olib Timurni oldiroqqa yashin 9 sifatida ishlatgan menimcha ma'qulroq bo'lsa kerak. Endi bu albatta bu shaxsiy fikrimiz. Albatta. Mochi to'p ketib qolsa-chi, yo'qmi? Tegib ketib qoladi, yomon tegadi menga zo'r. Demak, to'p bilan kim? Farruh Ahmedov. Bir roz. Husanga bugun bir roz omad yetishmayapti. Shoh gapirib qo'y. Azamxon Husanga qarshi Jahongir O'skanov. To'p esa maydon tashqarisiga chiqib ketmoqda. 0-0. O'tgan o'yinga ko'ra nisbatan qaraganda zerikarli deyish ham mumkin, lekin kurashga boy desangiz ham bo'ladi. Lekin hali ancha vaqt bor oldinda. Biz hali yana qiziqarli futbol kutib turibdi degan umiddamiz. Albatta. Eliboy to'p bilan. Eliboy bu yerda Og'abek hamda o'tgan daqiqalarda Og'abek hamda Azamjon bir-birini olgan tushunmay qoldi, lekin ularning baxtiga Xurramshoh vaziyatni bartaraf etdi. Jahongir o'zi kirib boryapti. Shohruh. Voy, zarba. Tomoshi mumkin edi hozir. Darvoza to'sini. Jamoaga ora sifatda. Sal qoldi. Eliboy. Bekashet, xo'sh. Temur ichkariga. Husan yo'q. Azamxondan o'tmadi to'p. Timurning sonai baquvvatligi ham yaxshi. Ha, uni tezligi ham. Uni baribir. Nechi parol? Uni darvozabondan ko'ra bari hujumni ko'rish boshqacha bo'lyapti. Eliboy, Husanboy, Timur, Farobekda juda ajoyib. To'p o'tmay qoldi. Ajoyib zarba edi. Asosiy tashabbus JavaScript jamoasini tomonga tekkanini ko'rsatish kerak, chunki juda ko'p vaziyatlar yaratishni boshladi. Shohruhbek, Xurramshoh, Azamxon Azamxon emas, Azamxonov. Azamxon bo'ladi.
shoh ham bo'laveradi, xon ham bo'laveradi. Xullas, zarba bersa bo'ladi. Oh! Oh, Teliboydan top o'tib o'tish juda qiyin narsa. Qarshi hujum. Qarshi hujum juda ajoyib. Temur, nima o'ynab topadi? Eliboy. Xo'sh. Zo'r. Bemalol to'xtatdi. Ko'chdi. Farruh Ahmedov, xo'sh. Zarba! Gol! Yoshlar hisob ochilmoqda. Bunda hisob ochildi. 1-0. Necha parol? 1-0. Gol muallifi Farruhbek. Eliboyni uzatib bergan. Assist Eliboydan albatta. Endi menimcha demak darvozaga jamoat darvozani almashadi. Og'abek darvozadan qo'riqlaydi. Endi himoyaga baribir zarar beradigan nuqtalarga chiqadi. Akbar jamoasiga yordam yordam berish uchun birinchi zarbani berishdan boshlasa kerak. Harakat qiladi. Ana endi o'yin yana ham qiziqarli. Albatta, bu yerda vaziyatda gol bo'lish kerak edi. Darvozabon o'sha gol ketmayapti. Shohboz vaziyatga juda hushyor bilan qarayapti. Zarbani biraz zarba berdi. Lekin qancha zarbasi shunchadan aniq bo'ldi. Lekin o'yinda asosiysi hisob ochildi va endi bemalol jamoalar o'rtasidagi razvedka tugab turib, endi hujumni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bir-biridan yashiragina qolmadi. Yoki bir jamoa ketmaga gol urishi mumkin, yoki raqib jamoa hisobda o'ynashi mumkin. Asror asosan berishga zarba berdi. Juda yaxshi Shohboz. Birinchi ko'rgan o'yinimizda yo'q, o'zi juda yaxshi tashkilot o'rgatyapti. Biz Behruzni birinchi darvozabon dedik. Jamoaning yangi vakili. Jamoaning yangi vakili. Buni birinchi darvozabon dedik Behruzbekni. Mana yana transfer bozori sotib olingan, transfer bozorida top transferlar kiradi shekilli vaziyatda. Albatta bir ikkita turdan keyin Azizbek albatta bu tur bilan bilasizlar bo'lmaydi. Baribir jamoaga Akmalning yo'qligi bilinyapti. Albatta. Bu juda jiddiy yo'qotish. Yetakchi o'yinchisi va xuddi bir Yamalsiz Barselonaga o'xshaydi jamoa. Husanboy. Ibrohimjon juda ajoyib. Yo'q. Ko'rdi o'zi, lekin zarar berib ko'rdi. Albatta. Maydon tark etmoqda. Lekin himoyadan darrov hujumdan himoyaga qaytishda Ibrohimjon nihoyatda namuna ko'rsatmoqda. Ajoyib. Akbar uchrashuv davom etyapti. Uchrashuv. Shunday qilib, hozircha hisob 1-0. Hisob ochilgan. Gol muallifi Farruhbek. So'anar G'ulayevboy ichkariga, lekin u yerda hech kim yo'q. Og'abek to'pni ushlab oladi. Ozgina shoshildi. Albatta endi futbol qoidalari. Albatta. Kodda bu yer yozilmagan ekan. Bak bor ekan. Albatta. Biroz qiziqish qoldi. Sal qoldi Temur ikkinchi golni kiritishiga. Temur vajohat bilan kirib boryapti. Davaski jamoasi agar bu o'yinda g'alabaga erishadigan bo'lsa, ochkolar sonini 6 ga yetkazadi. Havliyat bo'lishi asror. Yo'q. Sariq kart chiqarsa. Yo'q, bu vaziyatda bittansini tan olish kerak. Bosh hakam Zufar Javaski jamoasi darvozaboniga vaziyatni tushuntirayotgan. Chunki to'pni yerga qo'yib, vaziyat tushunmay qolganda, unga vaziyat tushuntirayotgandi. Shuning uchun hakam bu vaziyatda futbolchiga e'tiroz bildirdi. Temurda ajoyib zarba, Og'abek to'pni qaytardi. Farruh Ahmedov, xo'sh. Necha zarba bersa kerak, yo'q. Chap oyoqdagi. Juda ajoyib vaziyat. Temur juda yaxshi. Og'abek. Zarba. Ketma-ket sayflar amalga oshirdi. Juda yaxshi. Bugun o'yinda darvozabonlar. Temur bir hujumga o'tmasin ekan. Temur bir hujumga o'tmasin ekan. Hozir butun Qoraqamish bildi hujumga o'tganini. Yunusobodgacha bordi. Bordi. Ertaga yaxshi gol urmadi qani. Agar gol urganda. Buguncha uni maqtab turamiz. Bugun tug'ilgan kun aytgancha. Temurbek yaxshi inson albatta. Bugun bar to'rtini egasi hech o'g'maganda. Albatta to'rti bilan qo'llasi ham bor. Qo'llasi. Temur Mirzo aytgancha. Bugun Temur Mirzo aytgancha. Amir Temur demadi yaxshi. Hozir pastiga Husan yetib kelaman xolos o'zi. Doim yetib kelolmayapti o'zi. Jonimiz o'zi 20 metr naqab pesirganda xolos. O'zi ichxonaga yetib kelolmayapti markaziy bankdan.
Yo'q, darvozabon endi baribir o'yinga yangida, yangiligi uchun ozgina vaziyatlar kirish qiyin bo'lyapti. Xuddi o'zim yoshligim ko'ryapman darvozabonda. Albatta gol o'tkazgan vaziyatlarda emas. Siz yoshingiz bo'lmagan ekan unda. Juda ajoyib gapirdingiz. Gapirdingiz. Buning uchun kamida yana 1 million qarzim bo'lish kerak bu gapga kirishim uchun. Ha, shunday qilib endi o'yinga o'tamiz. Eliboy. Asrorlarda baribir Mingashar Akmalning yo'liga juda katta ta'sir o'tkazyapti. Uni o'yin tashkil qilish ajoyib. Zorba! Shohbozga gap bo'lishi mumkin emas. Kunni seyfi desak bo'ladi hozircha. Qur'anshoh ham yaxshi zarba bergan. Ajoyib, juda ajoyib. Ichkariga uzatma. O'ch! Ichkariga. Xo'sh, penalti bormidi yo'qmidi? Hakamning qarorini kutamiz. Hozir hakam ikkita o'tda orasi qoldi. Orzu havasmi yoki penaltimi? Orzu havasmi yoki penaltimi to'g'ri? Sen davomida to'pga yetib kela olmadi. Var yo'q. Var yo'q emas. Var zaratga tashlab o'rgan ekan. Var zaratga tashlab o'rgan ekan, hurmatli muxlislar. Chunki varni Varga qaraganimizda Faysadi to'g'ri kelmadi. Ana, varni telefoni chiqyapti-da. Shunaqa bo'ldi. bu vaziyatda Zarba. Bu vaziyatda penalti bo'lish uchun Javaskrip o'yinchisi to'pni quchoqlab olish kerak edi. To'g'ri. Kesamamiz deydi. Donaga eslab qolish minutlarni. Donaga eslab qolish minutni. Ovozimni Qoldiramiz. ovozimni bir yo'l oddiy mashina ekan-da. Hech kim qolib ketmasangiz bo'ldi. To'g'risi, biz g'alati o'rishni boshladim. O'yinga qaytamiz. O'yinga qaytamiz. Jahongir O'skanov bilan to'p. Jahongir O'skanov yuguribdi yoqqa-yoqqa. Xo'sh. O, Temur. Ya Temur yelka-melkada Akbar bilan raqobatda juda qiyin, chunki Akbar ham juda baquvvat. Timur Akbarni ham berib qo'ydi, Abet yozish ham berib qo'ydi unga hozir. Shunday qilib hisob hozircha 1-0. Akbar butun mahallani kutib turdi zarba berish uchun hozir. Oy! Shahbozbek endi qillarni chiqarish boshladi. Sal qoldi. To'pni darvozaga kirib ketishiga. Kirib ketsa ana Mo'y rejimidami? ana kirib ketganda o'zi ham keyin bir narsa bo'lib ketardi. Jahongir. Smart ofisdan to'g'ri ariza kelardi. Bu yerdan kesmaydigan umiddaman. Men mana suvdan ichib olay, to'g'risi. Bek. Son otilish kerak. Otilgan yo'q. Xo'sh, Akbar. Akbar. Shohroh to'p bilan Akbarga o'tdi. O, juda ajoyib. Yaxshi hujum. Yo'q, Eliboy. So'nggi daqiqalarda Eliboy benazir hujumda. Yo'q, o'xshab o'tmadi. Xurramshoh. Juda ajoyib Xurramshoh. Endi oldiga borib kimdir zarba bersa bo'ladi. Yo'q. Zarbadan onaqa edi. Bu yerda Jahongir ham bor edi. Nimaga Jahongirga Jahongir ishonishmayapti bunday Ishonishmadi. vaziyatlar, lekin Jahongir ham bunday vaziyatlarni ko'kka sovurmaydigan o'yinchi. deb o'ylardik. Azamxon. Husan o'tib ketyapti. Birga bir vaziyat. Husan zarba. To'p qaytarildi. Bugun o'yinda darvozabonlarning jangi deb o'ylash bo'ladi. Bir qarasa Shohboz, bir qarasa Og'abek. Shu yuz berdi. Husan o'rnidan turyapti. Hujum davom etadi. Yon chiziqdan to'pni kiritib beriladi. Asosan chiqib ketyapti to'p. Kim futbolda shuni? Xo'sh, Farruh Ahmedov to'p bilan ichkariga uzatma. Yo'q, Shohruh. Temur zarba beradimi? Yo'q. Sariq. Ulan garayim demeyim mi? Normal ekan. Normal simulyatsiya. Demak, jarima zarbasi. Jarima zarbasi belgilandi va endi
kerakli nuqtaga o'rnatildi. To'p jonli devor uchun ham masofa belgilandi. To'p oldida Eliboy. Demak, zarba va gol! Yaxshi. Chiroyli gol. 2-0. Eliboy. 2-0. Chiroyli tarzda gol urmoqda Eliboy va hisobni ishonchli ko'rinishga olib kelmoqda. Demak, yana markazdan to'p boshlandi. Asror to'p bilan Xurramshoh qarama-qarshi tarafga uzatib berdi. Shohrux, yo'q, to'p o'tgan Eliboydan. Eliboy, Husan, Farruh Ahmedov, xo'sh. Zarba ko'ramizmi? Ha, lekin Akbar to'pga to'g'anoq bo'lmoqda va burchak to'pi ishlab olishga muvaffaq bo'lishmoqda. Burchak to'pini Farruh Ahmedovning o'zi o'yin kiritib beradi. Demak, ko'ramiz. Xo'sh, kim bilan o'ynaydi? Qanday vaziyat hosil bo'ladi? Ichkariga uzatma. Darvoza to'pni qaytarmoqda. Asror va Kurash. Burchak zarbasi ekan. Burchak zarbasi amalga oshiriladi. Ibrohim to'p oldida. Farruh Ahmedov to'pni o'ynashni lozim topdi. Zarba, rikoshet va to'pni darvozabon qaytarmoqda. Yon chiziqdan hujum davom etadi hali hamon. Va bu orada esa uchrashuvning birinchi bo'limi o'z nihoyasiga yetdi. Hisob hozircha 2-0. Ikkinchi bo'limda albatta yana ham yaxshi sifatli futbol kutib qolamiz. Bizdan uzoqlashmang. Demak, uchrashuvning ikkinchi bo'limiga start beramiz. Ikkinchi bo'lim jamoalar mana endi o'rnini boshlab olishdi. Ko'rib turganingizdek, o'ng tomoningizga Java jamoasi, JavaScript, o'ng tomon JavaScript, chap tomonda esa Rust jamoasi o'rin oldi va hozircha hisob 0-2, ya'ni Java jamoasi oldinda 2-0 hisobda ular g'alaba qozonishmoqda. To'p gol mualliflari esa Eliboy boya chiroyli tarzda gol kiritgan edi va birinchi golni Farruh Ahmedov o'yin kiritgan, mualliflik qilgan edi. Demak, uzatma ichkariga Timur ancha faol. Bugun tug'ilgan kuni bo'lishiga qat'iy nazar, u darvozadan chiqib, xuddanovi Zanjirband sher ozodlikka chiqqanday o'ynayapti o'zi ham. Ha, darvozadan chiqib, tug'ilgan kunida darvozadan chiqib, Husan birga bir vaziyat va 3-0 va nihoyat Husan ham gol urishga muvaffaq bo'lmoqda. Demak, sa'y harakatlar olib borilgan trenirovka natija bermoqda va bugun JavaScript jamoasi g'alaba qozonmoqda hozircha uchrashuvda 3-0. Demak, endi albatta katta yo'qotish sifatida Akmal Mingacharovni aytib o'tishimiz mumkin. Qolaversa, darvozabon Faxriddin Davlatzod ham yordam bera olmayapti. Bunday vaziyatlarda albatta Faxriddin Davlatzod qo'riqlagan bo'ladi darvozani va gollarni kirishiga yo'l qo'ymasdi. Chunki bizga ertaga oylik tushadi. Maslahat markaziga boshliq bo'lgan. Bosh maslahatchi bo'lganlar hozir. Masalasi vaqti ham bilyapsiz, ertaga oylik tushish kerak. Familiyam A dan boshlanadi. Farruh Ahmedov to'p bilan Ibrohim, xo'p, Husan. Yo'q, zarbami bu, pasmidi? Menimcha pas edi, lekin pas yetib borgani yo'q. Eliboy to'p bilan, xo'sh. Eliboy markazni o'zida tozalab tashlayapti barcha hujumlarni va ishonchli tarzda markazni egallab olgan. Timur, xo'sh. Qarama-qarshi tarafgami? Yo'q, Eliboy bilan o'ynashni lozim topdi. Eliboydan to'p o'tyapti. Jahongir, Asror, Ibrohim so'nggi soniyalargacha kurash olib boradi va to'pni bartaraf etdi. Hujumni ham bartaraf etishga muvaffaq bo'lmoqda. Shohrux Qodirov Asror bilan birgalikda, lekin Asror, xo'sh, oldinga. Ichkariga uzatma. Hech kim yo'q. Shohrux to'xtatmoqchi bo'ldi, lekin to'p undan o'tib ketyapti. Farruh Ahmedov ichkariga. Husan bilan. Husan. Yo'q, Husan to'pni yo'qotib qo'ydi. Qayerga ketganini ham bilmay qoldi. Azamxon va to'p maydon tashqarisiga chiqib ketmoqda. Maydon tashqarisiga ana endi Rast jamoasi to'pni o'yin kiritib beradi yon chiziqdan. To'p oldi Azamxon. Nima o'ylab topadi? Ichkariga oshirdi. Ichkarida esa
O'sganov Jahongir bor kuchi bilan harakat qilyapti, lekin to'p undan chiqib ketyapti. Darvozabon to'p bilan u mana bemalol yuribdi, xuddi Noyerga o'xshab. Xo'sh, demak Eliboy hujumni boshlab beradi. Farruh Ahmedov orqa bilan chiroyli tarzda Ibrohim, xo'sh, Ibrohim o'zi kirib boradi va to'pni oldiradimi? Yo'q. Timur, Husan, zarba. To'pni qaytarilmoqda. Husan, yana Ibrohim. Husan. Hujum davom etadi. Ketma-ket otishma. Darvozabonni esa ishonch tarzida qaytarmoqda. Og'abek ikkita seyfni amalga oshirdi. Double seyf. O'sganov Jahongir to'pni o'ziga bo'ysundirib oldi va zarba. Yo'q, zarba berish imkon berishmadi. Asror esa to'pni juda ham uzoqqa tepib yubordi. Juda ham uzoqlashtirib yubordi. Asror to'pni ana endi erkin zarba bilan to'pni o'yin kiritib beradi. Javaskrip darvozaboni. Eliboy. Farruh Ahmedov markazdan o'zi kirib boradi, ichkariga zarba beradi chap oyoqda. Zarba esa biroz noaniq tarzda tark etmoqda maydonni. Ana endi to'p yana o'rnatiladi va o'yin kiritib beradi Og'abek. To'p oldida. Yo'q, Xurramshoh to'pni o'yin kiritib berdi ichkariga. Long ball, lekin Jahongir O'skanov bu amalga oshirilgan pasni qabul qilib olishga tayyor emas edi. Demak, davom etamiz. Rast Farruh Ahmedov. Javaskrip jamoasi hujumga o'tyapti. Husan Nazullayev. Xo'sh, Usmonjonov. Yiqildi. Hech narsa qilmadi. Demak, hammasi joyida. Jahongir O'skanov. Zarba, lekin zarba biroz. Zarba chiroyli edi va to'g'ri amalga oshirilgandi, lekin darvozabon to'pni ushlab qolishga muvaffaq bo'ldi. Akbar to'pni hujumni qaytarmoqda. Xo'sh. Eliboy ichkariga. Farruh Ahmedov yo'q, to'pni o'ziga bo'ysundira olmadi va to'p o'tib ketmoqda. Ana endi yana darvoza tomonidan navbatdagi hujum boshlab beriladi Rast jamoasi tomonidan. Og'abek to'p oldida. Og'abek ichkariga. Lekin bu to'p noaniq tarzda uzatib berildi va to'p endi yon chiziqdan o'yin kiritib beriladi. Javaskrip to'p bilan demak ichkariga. Eliboyga to'p oshirildi. Eliboy. Husan Narzullayev, Husan. Timur, xo'sh. Tezlikda kirib boradi o'yin tomonidan, o'yin qanotdan. Uzatma. Yo'q, Farruh Ahmedovga yetib bormadi. O'ylanma shunaqa amalga oshirilgandi, lekin himoyachilar bu hujumni o'qishdi va tezkor qarshi hujumga o'tib ketyapti Rast jamoasi. Shohruh mladshi to'p bilan. Xo'sh, Eliboy ularga qarshi. O'sganov Jahongir o'tib ketyapti va so'nggi soniyalarda Eliboy to'pni maydon tashqarisiga chiqarib olishga muvaffaq bo'ladi va burchak to'pini ishlab olyapti Rast jamoasi. Rast jamoasi Jahongir O'sganov to'pni kerakli nuqtaga o'rnatgan holatda burchakdan to'pni o'yin kiritib beradi. Burchak zarbasi amalga oshiriladi ichkariga. Ikkinchi qavatda yo'q, bu to'p Timurga yetib keldi. Ana endi yana qarshi hujum tezlikda chap qanotdan Farruh Ahmedov ichkariga o'tib ketyapti. Azamxondan oxirgacha kurash olib boryapti. Azam zarba. Yo'q, zarba noaniq. Yaxshi pozitsiyaga ochilib zarba uchun o'ziga vaziyat hozir edi Farruh Ahmedov, lekin to'p biroz noaniq tarzda maydonni tark etdi va endi yana erkin zarba bilan to'p o'yin kiritib beriladi Og'abek tomonidan, lekin uni oldida Xurramshoh nuqtaga qo'yildi. Xurramshoh ichkariga long ball va noaniq. Uzatma noaniq edi. Yon chiziqdan Ibrohim. Eliboy. Yo'q. Himoya bilan o'ynashni lozim topdi. Ichkariga uzatma. Farruh Ahmedov to'pni bo'ysundirdi o'ziga. Ichkariga Timur yo'q, to'pni u kutmagan edi bunday uzatmani. Shuning uchun to'p maydon tashqarisiga chiqib ketmoqda. Yana yon chiziqdan to'p o'yin kiritib beriladimi? Yo'q, darvoza tomonidan kiritib berilar ekan. Demak, Og'abek. Eliboy to'pni Akbar zarba. Xo'sh, navbatdagi hujum boshlab berilyapti Javaskrip jamoasi tomonidan. Xo'sh, markazdan kirib borishni lozim topdi. Qo'lga tegdi. Ko'rinib turgan edi. Husanning qo'liga tegib ketdi. Neumishning ruki, lekin baribir qo'lga tekkan hisoblanadi. Jarima zarbasi. To'p oldi Akbar. Uni yaxshi zarbasi bor bilamiz. Buni o'chirib qo'ying. O'chiraymi? O'chiraman. Bunday. Boshdan qaytarilyapti Eliboy tomonidan to'p.
Husan. Yo'q, darvozabon to'pni egallab oldi. Xo'sh. Ochiq o'yinchilar qidirilyapti. Oldinga uzatib beriladi. Xurramshoh. Akbar. Eliboy o'qiyapti, hujumlarni o'qiyapti. Va o'zi tozalab tashlayapti maydon markazini Eliboy. Xo'sh, Timur. Uzatma, xo'sh. Vaziyat Timurga. Timur, yo'q, to'p yetib kelmadi. Husan zarba berdi o'zi va biroz noaniq tarzda to'pni maydon tashqariga chiqib ketmoqda. Lekin yaxshi zarba berishga muvaffaq bo'ldi Husan Narsullayev. Daqiqalar sari Husanning zarbalari aniqlashib boryapti va balki bundan keyin yon chiziqdan Farruh Ahmedov to'pni egallab oldi. Azanxonga qarshi Akbarga keldi to'p. Akbar markazdan kirib boradi o'zi. Zarba bergandi, lekin zarba biroz noaniq. Darvozabon to'pni qaytarishga muvaffaq bo'lyapti. Burchak zarbasi Jahongir O'skanov to'p bilan shiddatli bahs davom etyapti. Ko'rib turganingizdek vaziyatlar ko'p. U darvozada ham, bu darvozada ham kerakli vaziyatlar bo'lyapti. Xurramshoh zarba berdi. Himoyachilar qaytarishyapti. Shohruh esa to'pni maydon tashqarisiga chiqarib yubordi. Javoskib jamoasi endi to'pni o'yin kiritib beradi. Demak. Usmonjonov Ahmedov to'pga yetib bora olmadi, chunki uzatma biroz noqulay uzatilgan edi va juda ham sal qattiqroq tarzda uzatilgan edi. Og'abek to'pni o'yin kiritib beradi. Ras jamoasi darvozaboni. Ichkariga uzatma. Bu esa uning hamkasbiga sovg'a edi. Demak, yana Javoskib to'p bilan, yana Timur. Yaxshi uzatma edi, lekin Farruh Ahmedov bu uzatmani kutmagan edi. Yon chiziqdan Azamxon. Xo'sh, Jahongir harakat qilyapti, lekin hozircha vaziyat yarata olgani yo'q Jahongir. Demak, qarshi hujumga o'tib ketyapti Javoskib, lekin Akbar to'pni egallab olishga muvaffaq bo'ldi. Maydon markazidan to'p oldirildi. Zarba qo'l bilan o'ynadi deb baholandi va jarima zarbasi ishlab olishga muvaffaq bo'lmoqda Javoskib jamoasi. Demak, jarima zarbasi ancha xavfli ko'rinishi mumkin. Biz boya ham VARga murojaat qilinadi. VARga murojaat qilinyapti va demak VAR ko'rib chiqiladi. Vaziyatni ko'rib chiqiladi. Xo'sh, VAR ko'rib chiqiladi va VARdagi xulosaga ko'ra demak qo'lga tekkanligi baholandi. Demak, VAR ko'rib chiqildi. Demak, xavfli jarima to'pi. Boya ko'rganimiz ikkinchi gol ham jarima zarbasi o'yin kiritilgan edi. Eliboy, Farruh Ahmedov va Husan Narzullayev to'p oldida. Xo'sh, endi kim nima o'ylab topadi yoki zarba ko'ramizmi? Eliboyga berildi, Eliboy va gol! Uyushtirilgan kombinatsiya gol bilan yakunlanmoqda va uchrashuv 4-0 hisobida davom etadi endi. Ishonchli tarzda g'alaba qozonmoqda Javoskib jamoasi. Va Javoskib jamoasi ushbu natijani ushlab qolsa, albatta turnir jadvalda ham ancha oldinga siljiydi. Hozircha Javoskib jamoasi 3 ochko bor edi. Bugungi g'alabani agar qo'l ushlab qolishsa, ular 6 ochkoni qo'lga kirishadi va Golang jamoasiga yetib olishadi va ular uchrashuvda ikkinchi o'rinni hozircha egallab turishadi va 3-bahsda Golang jamoasi endi faqat g'alaba uchun harakat qiladi. Uchrashuv davom etadi.
Yana hujum Javaskip tomonidan Farruh Ahmed to'p bilan o'tib ketyapti. Uni oldi Jahongir O'sganov unga qarshi. Ichkariga zarba uchun vaziyatga chiqyapti Farruh Ahmedov, lekin yo'q. O'z texnikasi qurboniga aylandi. Xo'sh, Ibrohim. Zarba, rikoshet va burchak zarbasi. Timur zarba berishga muvaffaq bo'ldi. To'p esa Akbardan chiqib ketyapti. Burchak zarbasi. Husan boshlab berdi. Ichkariga uzatma. Yo'q, o'tmadi. Xurramshoh. Xurramshoh. Ko'rasanmi? Multi ko'rasanmi? Samokat uchasanmi? Burchak zarbasi Ras jamoasi tomonidan o'yin kiritib beriladi. To'p oldida Asror o'zi ichkariga uzatmani amalga oshirib ko'radi. Demak, to'p. Timur to'p bilan Farruh Ahmedov, xo'sh. Yana kombinatsiya, yana zarba, lekin zarba darvozabon o'ziga berilgan edi. Gol bo'lishi mumkin? Yo'q. Yetib bormadi. Shohbozi bugungi o'yinni ko'rsatgan o'yin uchun albatta yaxshi baho qo'yish arziydi. Ajoyib. Eliboy. Navbatdagi hujumni boshlab berish uchun to'pni Sherigiga uzatdi. Xo'sh, Asror unga qarshi Azizbek. Aziz to'p bilan yo'q, birinchi bo'y Eliboy bordi to'pgacha. Yonchiqdan Akbar to'pni o'yin kiritib beradi. Xo'sh, Xurramshoh bu yerda ochiq, lekin u Asror bilan o'ynashi lozim topdi. Ichkariga uzatma. Timur va darvozabon. Xo'sh, Eliboy o'zi kirib boradi katta tezlikda. O'tib ketyapti Jahongirdan. Uzatma, Asror qaytaryapti to'pni. Azamxon yo'q, Eliboy unga qarshi. Eliboy oxirgacha kurashdi, zarba berdi va darvoza to'sini. Farruh Ahmedov. Xo'sh, Timur unga qarshi. Timur zarba va gol 5-0. Ha, Timur darvozadan ko'ra o'yinda ancha foydali ekanligi mana bugungi o'yinda o'z spotini topmoqda. 5-0 ketdi. Hisob 5-0. Juda yiriklashib ketdi hisob. Albatta ular to'plar nisbati uchun ham ishlashyapti. Ha, bu o'yinni Akmal ko'rsa, Hong yig'laydi. Akmal bu o'yinni YouTube'da ko'rsa, shuncha qilganimni desa kerak menimcha. Ha, deydi. Navbatdagi hujum Eliboy boshlab beryapti. Farruh Ahmedov to'p bilan o'zi kirib boradi. Chap oyoqda zarba va 6-0. Kutilmagan zarba va Og'abekning orzu-havaslari borligi bilinyapti. Og'abek orzu-havaslari keng. Olti-0 hisobida yiriklashib ketdi hisob. Juda ham yiriklashib ketdi. Va endi darvozabon almashyapti. Xurramshoh varotaga turyapti darvozaga. Og'abek esa Shohruh Qodirov to'pga darvozaga o'zi turadigan bo'ldi. Og'abek esa endi maydonda jamoasiga yordam berish uchun harakat qiladi. Zarba. Juda kuchli zarba berilgan edi. Zarbani esa qaytarishga muvaffaq bo'ldi. Javaskip jamoasi darvozaboni. Jahongir O'sganov, xo'sh, zarba uchun vaziyat. Zarba. Yo'q. Og'abek darvozadan qaytgan holatda sirazu hujumga o'tib ketdi. Timur bosh bilan yaxshi vaziyatga olib chiqqandi, lekin Shohruh to'pga birinchi bo'lib yetib keldi. Lekin to'pni uzatishda xatoga yo'l qo'ydi va to'p menimcha ko'p ehtimol bilan yo'q. To'pni saqlab qolishga muvaffaq bo'ldi Asror. Eliboy ichkariga uzatma amalga oshirib berdi. Shohruh yana to'pni ichkariga. Ana endi to'p darvozadan kiritib beriladi JavaScriptdan. Va onlayn jadvalda JavaScript jamoasi birinchi o'ringa chiqib olyapti. O'zaro yaxshi o'zaro o'yinlar bor. Xo'sh, maydon markazida kurash. To'p bilan Rast. Xo'sh, Xurramshoh. Ichkariga Asror yo'q, bo'lmadi. JavaScript shu o'yinda JavaScript jamoasi birinchi o'ringa chiqib olyapti. To'plar nisbati bo'yicha hozircha birinchi o'rinda. 7-0 edi. To'p
Biz jamoa Golan. Golang jamoasi esa albatta ularning zaxira o'yini bor. Zaxirada keyingi o'yin Golang jamoasi bilan. Chiqib olgani yo'q. Chunki ularda hozirgi to'plam nisbati hozirgi holatda onlayn jadvalda 8-5. Golan jamoasining to'plam nisbati 5-1, 2-1, 7-2. O'rtadagi Xo'p aka, ikkinchi o'ringa chiqib olishyapti. Ha, хорошо. Shunday bo'lsin. Bu to'plam nisbatimiz yaxshi. Uzri yozilyaptimi? Bizlar 7 ta oldi. Hozir Golang jamoasini menimcha o'yinini tasvirga olmaymiz. To'g'ri isbotlab berish olmaydi o'yinda nima bo'lganini. Zarba va hisob 7-0 ko'rinishi kelishi mumkin edi, lekin Eliboyga biroz aniqlik yetishmadi. Xo'sh, Shohrux to'pni o'yin kiritib berdi. Jahongir O'skanov to'pni oldirib qo'yapti va zarba. Shohrux Qodirov double save amalga oshirdi. Ichkariga uzatma, lekin to'p uzatishdan ancha noaniq tarzda uzatib yuboryapti. Azizbek to'p oldida endi. Yo'q. Yon chiziqdan kirish kerakligini ta'kidlayapti Zufar Ahmadjonov va endi bu yon chiziqdan o'yin kiritib beradi Azizbek to'p bilan. Xo'sh, kim bilan o'ynaydi? Ichkariga. Husan Arzullayev. Yo'q, Ibrohim to'pni egallab oldi. O'tmadi to'p Qurramshohdan. Asror to'p bilan ular hech bo'lmasa bitta gol urishga harakat qilishyapti albatta, lekin uddasidan chiqa olishgani yo'q hozirgacha. Husan Arzullayev ichkariga uzatma. Og'abek to'pni maydon tashqarisiga chiqarib yuboryapti. Yon chiziqdan o'yin kiritildi to'p. Eliboy maydonni qarayapti, nima o'ylab topadi? Husan qandaydir vaziyatni nimadir qilmoqchi bo'ldi, lekin o'xshamadi. Husan bir o'yinlik omadini ishlatib yubordi. Ikki o'yinni ham o'yning. Lekin burchak zarbasi ishlashga muvaffaq bo'libdi. Ichkariga uzatma. Yo'q, hech kim yo'q. Tepadigan odam yo'q. Akbar. Kimga? Asror. Xo'sh, birga bir vaziyat. Asror. Yo'q, darvozabon so'nggi daqiqalargacha kurash olib bordi va to'pni egallab olishga muvaffaq bo'lmoqda. Va o'sha darvoza daxlsizligini saqlashga harakat qilyapti. Timur, xo'sh, o'zi. Husan kurash olib boryapti. Olib qo'ydi. Farruh Ahmedov. Zarba. Shohrux to'pni qaytaryapti. Shohrux to'pni egallab oldi. Asrorga. Asror to'pni to'xtatdi, bo'ysundirdi, lekin shu vaziyatda oldirib qo'ya qoldi. Azamxon aldash kirishib ketdi o'zi. Eliboy chap oyoqda zarba berdi, lekin zarba noaniq tarzda maydon tark etmoqda. Navbatdagi hujumni boshlab beradi Shohrux Qodirov mladshiy. Xo'sh, Xurramshoh harakat qilyapti. Ras jamoasi bitta bo'lsa ham gol urishga va nihoyat uddalashdi. Va nihoyat Og'abek to'pni 7-1. Tamam. Uzr 6-1. Bu vaziyatda bitta gol 6-1. Uylanganlar ko'p, shuning uchun 6-1, 5-1 emas. 7-1 mi? 6-1 aka. 6-1 mi? Uylanganlar ko'p. Bo'ydoqlar ko'p bo'lganda 5-1 bo'lardi. Akbar zarba. Himoyachilar qaytarishyapti to'p zarbalarni. Eliboy topdi Ibrohimni. Ibrohim o'zi kirib boryapti. Farruh Ahmedov ochildi. To'p unga yetib keldi. O'zi zarba
O'ziga zarba biroz noaniq. O'tkir burchak tomon tepgan edi zarbani, lekin biroz aniqlik yetishgani yo'q. Maydon markazida to'p egallab olinyapti yana Java tomonidan. Ibrohimning zarbasi noaniq tarzda maydon tark etmoqda. Yana to'pni o'yin kiritib beradi mladshiy Shohruh Qodirov. Uzatma. Kim? Azamxon birinchi bo'lib yetib keldi. Azamxon hujumga o'tdi. Asror, xo'sh, Asror. Akbar zarba bermoqchi bo'ldi. Nima qildi? O'zi ham tushunmadi. Va Ibrohim bu hujumni bartaraf etmoqda. Yon chiziqdan Og'abek. Ibrohim ancha faol bugun va bugungi o'yinda ancha yaxshi harakat qilyapti va zarbalarni, hujumlarni qaytarishga, bartaraf etishga muvaffaq bo'lyapti. Akbar to'p bilan uzatma. Xo'sh. Farruh Ahmedov, xo'sh, o'zi. Qo'ramshohunga qarshi. Timur ochilyapti, lekin zarba berdi. Zarba esa ancha noaniq tarzda maydon tark etmoqda. Xo'sh, endi yana to'p o'yin kiritib beriladi Shohruh Qodirov tomonidan. Uzatma. Asror, xo'sh, ular endi yana hujumga o'tyapti. Asror, xo'sh, Asror. Yo'q. Havodagi hujumlar va Ibrohim to'p bilan. Shohruh birinchi yetib keladi va to'pni tepada oldinga qarab va noaniq tarzda tepada har doimgidek. Hali Shahloslar men futbolchini kapitan Pavestaqani ko'rgandim. Shahloslar kapitan Pavestaqani ko'rmagan ekanman. Saqlovchilar kapitanlar. Shahlosning biri deganida bu. Shunday vaziyat, Timur, shunday vaziyat, ha. Biri mas'ul, birlardan. Chunki menga qaramasdan gapirdi. Shogird jim. Ana bir ekanman. Shogird jim o'tirsa-da. O'zidan shogird emas avvalo. Men bu ustozni tan olaman. Xo'sh, Akbar to'p bilan xushtakecha o'ynash kerak. Akbar. O'yin qoidasi buzildi. Azizbek Akbarga qarshi. Ertaga Akbar endi Azizbekka 10 ming ko'proq yozib qo'yadi obed pulini. Vaqtim hech tugamadimi? Vaqt esa zarba yaxshi. Gap bo'lishi mumkin emas. Elboy. Husan. Menimcha keyingi o'yinlarda Akbar. Behruz bilan raqobatlashadigan tarazimon bo'ladi bu bola. Yaxshi, ichkariga. Xo'sh, o'tdi. Farruh Ahmedov. Yo'q, men Uzatma. Shohruh. Temur dusha olib yiqitib yurib Temur. Shohruh esdan chiqarib qo'ydi. To'p qo'li bilan o'ynaganligini va buni Temur xitlanib qoldi. Ana yon chiziqdan to'p o'yin kiritib beriladi. Jamoa charchadi. Akbar o'tirib olyapti o'zi. O'yin yakunlanadi hozir. Ichkariga uzatma. Xo'sh, bosh bilan. Timur. Timur butun turnirdagi omadini ishlatib qo'ydi bugun. Bu vaziyatda Orolmo'za Safarov ham urgan bo'lardi. Va uchrashuv o'z nihoyasiga yetdi. Uchrashuvda JavaScript jamoasi 6-1 hisobida g'alaba qozondi. Tabriklaymiz JavaScript jamoasini va keyingi o'yinlarda Rust jamoasiga ham omad tilab qolamiz. Bizdan uzoqlashmang, bizni kuzatishda davom eting. RS Liga qizigandan qizimoqda va hali bizning oldinda yana chiroyli, sifatli va zo'r o'yinlar kutib turibdi. E'tiboringiz uchun rahmat.